Aniq bilaman, shayton oldingizda turibdi hozir. Videoni ko'rsattirmaydi ham oxirigacha, like ham bostirmaydi, yaqinlariga jo'nattirmaydi ham va ehson ham qildirmaydi. Nimaga? Shaytonning birgina niyati yetim uyi bitmasin, odamlar zalolatga ketsin. Aniq bilaman, shayton oldingizda turibdi hozir. Videoni ko'rsattirmaydi ham oxirigacha, like ham bostirmaydi, yaqinlariga jo'nattirmaydi ham va ehson ham qildirmaydi. Nimaga? Shaytonning birgina niyati yetim uyi bitmasin, odamlar zalolatga ketsin, oyat hadisga tushib qolmasin, bular savob olib qolmasin deydi. Lekin Rahmon aytadi, yaxshi ishga sherik bo'lgan deydi. Ehsonning mukofoti ehson deydi. Qani ko'ramiz, kim Rahmonning gapiga kiradi, kim shaytonning gapiga kiradi. Hammani o'zi qo'lida turibdi. Yetim uchun 10 ming so'm ehson qiling, qiyomat kuni savol javob paytingizda bitta uy qurganlik hisobini olib oling. Bu nima uchun aytyapman? Dunyo kalkulyatorida 10 ming ehson qilsangiz cho'ntagingizga ziyondir. Lekin Alloh taoloning kalkulyatorida bu hisobsiz hisoblab beriladi. Yetim uchun. Kim ehson qilyapti yetimga? Nechta yetimga? Bitta emas, ikkita emas, 6 yetimga ehson qilyapti. Azizlar, nima uchun 10 ming so'm deyapman? Mana shu uyimiz bitishi ham 10 ming so'mga bo'lyapti. Istayashganimiz ham, eshik-rom ham, usta haqlari ham 10 ming so'm bo'lyapti.